Bu mavzuni gapirmasam bo'lmaydi. Sababi bitta ona menga yozgan, 1,5 oylik chaqalog'im ichi kuniga 2-3 marta keladigan bo'lib qoldi. Oldin kuniga 6-7 martalab kelardi. Bu xavfli emasmi deb so'rayaptilar. Bu nimadan? Buni baribir hamma boshqa onalar ham bilib qo'yishi kerak. Bolani boshida hazm trakti yaxshi ishlamaydi. Sutni yoki smeslarni to'liq hazm qila olmaydi, ya'ni badaniga to'liq yuqmaydi. Endi bola sekin 1,5 oylik, 1 oylik, ba'zi bir bolalarda 2 oylik bu boshlanadi. Hazm trakti уже yetilib boshlayapti. Yegan narsasini deyarli to'liq o'zlashtirib olishga harakat qilyapti, tanasiga yuqib boshlayapti. Shunga mos ravishda iste'mol qilingan ovqatdan chiqadigan adhot ham kamayib boradi. Boshida kichkina vaqtida yaxshi hazm qila olmagani uchun iste'mol qilingan ovqatdan chiqadigan adhot ko'proq edi. Shuni hisobiga ichi ko'proq kelayotgandi. Ba'zi bir bolalarda 6-7 martadan ham ko'p keladi. Har emganda keladi ba'zilarda. Shuni onalar bilib qo'yishi kerak. Bolani ichi sekin 1,5 oylik, 2 oylik bo'lib o'tganida kamayib boshlasa, buni vahima qilib boladan qabziyat qidirmaslik kerak. Bolada qabziyat bo'lishi mumkin. Qachon? Uni ichi qanaqa kelyapti, shunga e'tibor berish kerak. Qabziyat bo'lishi uchun aynan 4-5 kunlab ichi kelmasligi shart emas. Kuniga 2 marta kelsa ham qabziyat bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib? Najasini shakli o'zgarib ketadi. Qattiq, dumaloq, uzunchoq yoki boshqa shaklga kirib qoladi. Bola najasini chiqarishda juda ham qiynalib qoladi. Shunda bu qabziyat deb baholanishi mumkin. Boshqa holatlarda bolani ichi kamaysa, kelishlar soni xavotir olish kerak emas.